Demak, bu mana retention. Kimga ko'rinayotgan bo'lsa, demak, masalan, oktyabr oyida kelgan mijozlar. Masalan, bu endi 100% hisoblanadi, keldi hammasi. Mana shu oktyabr oyidagi mijozlar oradan masalan 5 oy o'tib necha foizi keldi sizlarga qaytib. Yoki noyabr oyida kelgan mijozlari necha foizi sizlarga qaytib keldi. Buni har birini kuzatishingiz kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, har bir oy retentioni har xil. Qaysidir oydan 8% kelgan, qaysidir oydan 4% kelgan. Endi bu kichkina 5 oylik olingani uchun sal tahlil qilishga qiyin. Agar sizlar 2 yillik, 3 yillik ma'lumotlarni tahlil qilishni boshlasangiz, u yerda yana ham aniq kartina paydo bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda o'zida ham 2-3 ta klinikalarda ma'lumotlar anonimlashtirilgan. Bu yerda hech qanaqa ma'lumot siz o'sha u yoq tarafdan xotirjam bo'lasizlar. Bular nisbiy o'tkazilgan qiymatlar. Shu yerda ko'radigan bo'lsangiz, qaysidir klinikalarda 0.9% gacha tushgan. Qaysidir klinikada 5% yoki qaysidir klinikada 6%. Va buni o'rtachasini oladigan bo'lsangiz, sizlarni keyin slaydda adashmasam. Mana o'rtachasini oladigan bo'lsa, bemorlari qaytib kelish ko'rsatkichi qaysidir klinikada 33%, qaysidir klinikada 32%, qaysidir klinikada 21% va buni trendini ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Demak, qaysidir klinikamiz yomon ishlayapti. U qanaqadir o'tda tuzatishlar kiritish kerak. Oxirgi 3-4 oyda pastga qarab ketish bor. Ya'ni mana shu informatsiyani o'zi yetishmasligi yoki o'syapsizlar. Sizlar komandani motivatsiya qilishingiz kerak, qayerga qarab ketayotganlarini bilishingiz kerak, qilayotgan ishingizda to'g'ri, noto'g'riligiga baho berishingiz kerak. Mana shu to'g'ri yoki noto'g'riligini sizlarga tahlil qilib beradi. Keyingisi boyagi o'sha LTV, o'rtacha chek, bularni ham ko'rib turish kerak. Masalan, endi hozir bu yerda ustiga borganda o'sha programmada ko'rsatadi. Bu yerda o'sish bor. Hammasida o'sish bor. Lekin bu yerda e'tibor beradigan sifralar bu summalarning o'zi. Ko'radigan bo'lsak, qaysidir nimalarda bemorga o'rtacha daromad bu 60 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Joriy haftada 111 ming so'm. Ya'ni bu narsalarni umumiy sizlarni o'sha bemorlar kelib, necha pul sizlarga to'ladidan kelib chiqib turib tahlil qilsa bo'ladi. Va bu hafta yaxshi ishladinglarmi, yomon ishladinglarmi? Umumiyga qarab turib solishtirsanglar bo'ladi. Masalan, bular bu hafta nisbatan yaxshiroq ishlagan, lekin bu klinika o'rtachadan past ko'rsatkichda. Bitta mijozdan deylik, masalan, 616 ming so'm olsa bo'ladigan joyda bu hafta 412 ming so'm olingan. Bu yerda xizmatlar bo'yicha ham yana ko'rib chiqish kerak. Qaysi xizmatlar nimaga sotildi, mavsumiylikka bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, bu klinikamizda ham yana o'sha holat o'rtachadan yuqori, vaziyat yaxshi, lekin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, yana boyaga narsa, kimlardadir 111 ming so'm, kimlardadir 1 million 400 ming so'm. Bu yerda ham agar bemorlar sonini hisobga olinsa, o'tdagi xizmatlar sonini hisobga olinsa, u yerda ham yaxshi tahlillarni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina kelayotgan ma'lumotlarni daftarga yoki faqat Excelga emas, to'g'ri programmaga qo'yib analiz qilinsa.